Imom Buxoriy rahmatullohi alayh Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam allazi yakhnuqu nafsahu yakhnuquha fin-nar vallazi yat'anu nafsahu yat'anuha fin-nar demoqdalar. Ya'ni kim o'zini o'zi bo'g'ib o'ldirsa, do'zaxda ham shu xil azobga qoladi va kim o'zini tig' bilan o'ldirsa, do'zax olovida ham xuddi shunday azobda qoladi deb marhamat qildilar. Doim salomatligini yo'q qiladigan giyohvand narsalar bo'lsin, ichiladigan, chekiladigan yoki tomirga oradigan yoki yuqorida aytganimizdek, tabletkaga o'xshash narsalarni iste'mol qilib yuradigan shaxslar uchun qanday azob bo'lishligi haqida yuqoridagidek hadis kelmagan bo'lsa ham, lekin shunga o'xshash qandaydir azoblarga giriftor bo'lishlik hech kim emas, Alloh saqlasin. Dunyoda ham hayoti yaxshi emas, oxiratda ham hayoti yaxshi emas. Shuning uchun azizlar, aqlli kishi sifatida, musulmon kishi sifatida bu kabi illatlardan o'zimizni ham, farzandlarimizni ham uzoq qilishligimiz zarurdir.